hozir bittasi yozibdi-da, sen ham o'zingcha blogersan deb, biram seni yomon ko'raman, na kiyinishni bilasan, na bo'yanishni bilasan. Yana oilam uchun qilyapman deb katta gapirasan. Ukangga men chiranganing bilan aka bo'lolmaysan, erkak bo'lish oson emas, oyimcha debdi. Men shu vaqtgacha erkak bo'lishga harakat qilmaganman. Qiz bola bo'lsam ham oilam birovga xor bo'lmasligi uchun, ikki singlim yaxshi o'qishligi uchun, ukamiz hal bo'lsa ham to'g'ri aka bo'lolmasman. Lekin opa bo'lsam ham o'zini hayotini o'zgartirishga, o'ziga bo'lgan ishonchini uyg'otishga harakat qilish uchun borimcha harakat qilyapman. To'g'ri, sizlarda hozir qimmat kiyim kiyolmasman, qimmat taqinchoq taqa olmasman, lekin men uchun haqiqiy boylik oilamning tinchligi, birovga xor bo'lmasligi, xaridlikda borib ochganda to'la ro'zg'or bo'lishi, bir turom nonga zor bo'lmasligi mana meni boyligim. Men uchun qiz bolani boyligi uni taqib yurgan tilla taqinchog'i, tursiy kiyimida emas, uni or nomusi va iffatida. Ayol kishini baxti pulda emas, uni oilasida, turmush o'rtog'ida va farzandlarida. To'g'ri aka bo'la olmayman, lekin o'sha bitta aka qilib beradigan narsani opa bo'lsam ham qilib berishga harakat qilyapman. Chunki o'zim ro'zg'or qilib turib, qanchalik erkak kishiga qiyinligini juda ham yaxshi bildim. O'shaning erta bir kun ukam qiynalmasin, to'rtta insonni orasiga yutsa, boshi yerga qaramasin deb qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Erkak bo'lib turib ro'zg'or tebratish qanchalik qiyinligini ayol boshi bilan ro'zg'or tebratayotganlarga hech qachon erkakman degani bu gapni gapirmaydi. Chunki ikkita non topish qanday qiyinligini, ro'zg'or tebratish qanday qiyinligini erkaklar juda ham yaxshi tushunadi. Sendaqa lavsiz, sendaqa ayollarni ustidan kuladigan erkak emas, lavzi bor ayol bo'lib tug'ilganimdan 1000 marta faxrlanaman.